Invivo klinikasida. Invivo. Invivo klinikasiga keldim. Spasibo vracham kliniki Invivo. Invivoga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Invivoga olib keldik. 100% ko'ryapman. Invivo klinikasi doktorlariga rahmat. Hamma rahmatdan joylarda o'lib, dunyo turguncha turgan. Hammasi uchun rahmat Invivo. Farg'ona shahrida joylashgan va yillar davomida minglab bemorlar ishonchini qozongan Invivo klinikasi bugungi kunda zamonaviy tibbiyotning eng so'nggi yutuqlari asosida xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bu yerda quloq, burun, tomoq kasalliklari yuqori malakali xorijiy tajribaga ega shifokorlar tomonidan davolanadi. Ular ilg'or texnologiyalar, zamonaviy tibbiy uskunalar va yondashuvlar asosida bemorlarga xizmat ko'rsatmoqda. Invivo klinikasida ayniqsa lor yo'nalishida kasalliklar erta bosqichda aniqlanib, murakkab operatsiyalar ham muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Bemorimiz kelganda burunda yaxshi nafas olmaslik shikoyat qilib kelgan. Endoskopik tekshiruvlarda burun to'sin qiyshiqligi, gipertrofik rinit aniqlandi. Oldik operatsiyaga. Endoskopik septoplastika, konxoplastika amaliyotini o'tkazyapmiz. Operatsiyadan oldin burunlarga tomchilar tomizib yurgan, sepib yurgan. Bir hafta 10 kunda burunda tampon splint olganimizdan keyin bo'ldi, shu bilan dorilar ham tomizmaydi, spiral ham ishlatmaydi. Shuningdek, bu yerda tajribali oftalmolog va stomatologlar faoliyat yuritib, bemorlarning ko'z sog'ligi va og'iz bo'shlig'i bilan bog'liq muammolarni yuqori darajada bartaraf etishmoqda. Bizi Invivo klinikamiz ko'z bilan bog'liq bo'lgan barcha muammolarni bartaraf etish uchun Yaponiyadan, Germaniyadan keltirilgan zamonaviy uskunalar yordamida vaqtida tashxis qo'yish va davolash uchun foydalanamiz. Klinikamizda kataraktani dunyo bo'yicha oltin standarti, ya'ni fakoemulsifikatsiya usulida operatsiya qilinadi. Bundan tashqari ko'zi zrinasi bilan bog'liq bo'lgan yoshlarda minus, plus, astigmatizm shu kabi kasalliklarni Germaniyaning Schwint apparati yordamida eksmer lazerning korreksiya amaliyoti ham o'tkaziladi. Plastik jarrohlik yo'nalishida ham Invivo klinikasi tezkor va samarali xizmat ko'rsatishi bilan ajralib turadi. Har bir operatsiya bu bemorning salomatligi va ishonchli natija deganidir. Klinikada bemorlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Yotib davolanish uchun zamonaviy qulay va gigiyenik sharoitlar bilan jihozlangan xonalar bemorlar roziligini qozonmoqda. Invivo klinikasiga ko'rikka keldik. Apparaturalar yangi, xodimlari xushmuomala, yaxshi tavsiyalar etadi. Doktorlardan, hamshira hammalaridan biz minnatdorligimizni aytib qo'ymoqchimiz. Sifatli tibbiy xizmat, tajribali shifokorlar va zamonaviy uskunalar bularning barchasi sizning sog'ligingiz uchun Invivo klinikasida birlashtirilgan. Invivo klinikasi, sog'ligingiz ishonchli qo'llarda.